Bu Deumatiz китайский versiyasi есть. Китайский versiyasi bilan originalniy versiyasi. Китайский versiyasida Deumatiz, китайский versiyasida Deumatiz. Oldida ikkita chiq farlar bor, dumaloq farlar. Китайский versiyasida yo'q. Китайский versiyasida yo'q. Просто kapotini закрывать qilasan. Bunaqa. O'zbek versiyasida Deumatiz, o'zbek versiyasida. Bunaqa облегченияsi bor oldida va ikkita chiqchiqi bor. O'sha ikkita chiqchiqi китайский versiyasi, китайский Deumatiz bilan китайский Deumatiz bilan o'zbek Deumatizini o'zbek degan Deumatizni ajablanadi. Китайский Deo bilan o'zbek degan Deoni ajablanadi. O'zbek degan Deo bilan китайский Deo ajablanadi. Va bizada o'zbek yaratgan Deumatiz buni hamnaqasi bor. Chiqchiqi bor. Chiqchiqini yoqqaningda kapotini ostidan ko'rinib turadi. Ikkita chiqchiqi. Farasi, kichkinagina oranjiy farasi. Kitoyskiy versiyasida unaqa yo'q, kapotini ostida. Kapotini shunday ochishmi? Unaqa narsasi yo'q. Va glazi узкий, kapoti ham узкий, qanaqadir. Bizda fara dumaloq, kapoti sal-pal как Porsche'ga o'xshagan o'zbekcha Deumatiznikini. Va dumaloq sal-pal Volkswagennikiga o'xshagan oldi kapoti. Biznikini Deumatizni orqasiga hamma narsa sig'adi, gaz ballon ham sig'adi Deumatizni. Kitoyskiga sig'adimi, sig'maydimi bilmayman, lekin Kitoyskiga ham sig'ishi kerak. Gaz ballon. Bitta Kitoyskiy versiyasi bilan originalniy versiyasi bor. Deumatizni. Originalniy versiyasi bilan Kitoyskiy versiyasi ajralib turadi. Oldida, kapotini oldida originalniy Deumatiz ko'rgansizlar. Chiqchiqini kapotini ostida. Shunda kapotini ochishinglar bilan kapotini bamperini anaqasida turibdi. Ikkita oranjiy chiqchiqi. Kitoyskiy Deumatiz olsang, unaqasi yo'q. Вот. Двигатель одинаковый, lekin kuzov не одинаковый.